Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga element, ya'ni zamok zajigani kontakt haqida ozroq ma'lumot bermoqchiman. Ko'rib turganlaring Matiz Nexia mashinasining elementi bo'ladi. Bu Xitoy varianti, Oska firmasiniki narxi 20 ming so'm. Bu zavod varianti, bazadan chiqadigan, narxi 80 ming so'm. Yana original jam upakovkali varianti bo'ladi. U narxi qimmatroq bo'ladi, uni olishdan ma'no yo'q, chunki baza varianti ichi bir xil bo'ladi, bir xil narsa. Upakovkaning hisobiga u originali qimmatroq bo'ladi. Uni 80 ming so'm qilib beramiz. Bunga garantiya yo'q. Xitoy variantiga garantiya bor. Mijozlarimiz tomonidan eng ko'p beriladigan savol ham shu: nimaga Xitoy narsaga garantiya berasizlar, originaliga bermaysizlar deyishadi. Buni ishlab chiqaruvchi zavod tomonidan bizga garantiya berilgani uchun biz ham garantiya beramiz. Bu narsaga ishlab chiqaruvchi zavod original narsani oldin testirovщик ishchisi tomonidan tekshirib, ishlashiga ishonchi komil bo'lganidan keyin sotuvga chiqargani uchun bizga garantiya bermaydi. O'shanga biz ham garantiya beramiz. Garantiya beradigan bo'lsak, biz pulimizga kuyib qolamiz. Agar mabodo ustalar qo'yishni bilmasa yoki o'sha brak qilib qo'ysa, ba'zan o'sha ustalarimiz shogirdlarga ishonib ish berishadi. Ularda o'quvi hali tajribasi kamligini hisobiga ba'zan qo'yolmay qolishadi. Endi aynan bu narsamiz ko'pincha o'sha hamma narsani ham shogirdlarda tajribasi kamligini hisobiga qo'yolmay qolsa, sotuvchi kuyib qoladi. O'shaning uchun original narsaga garantiya bera olmaymiz. O'zimda bu narsa bo'lgani uchun gapiryapman. Shu kiradigan tilchasini o'tgan safar sotganimizda oxirigacha chiqmasdan kalitni burashgan, joyiga tushmaganligi hisobiga shu yerda archib qo'ygan, element ishlamadi deb qaytarib olib kelishdi. Vaholanki buni o'sha yangisini olib turib tiqib buraganimizda bu narsa ishladi. Faqat o'sha shogirdlarda tajribasizlik tomonidan bitta narsa brak bo'ldi-da endi. Shunaqa holatlarga tushib qolmaslik uchun imkon qadar biz ham garantiya bermayapmiz. Garantiyasi bor narsaga garantiya bor deymiz, yo'q narsaga garantiyasi yo'q. Salomat bo'lasizlar. Xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar, bizda har xil variantlari bor. Koreyskiy varianti ham bor. Bu narsani uni qo'yishdan ma'no yo'q, chunki narxi Xitoyga yaqin. U ham bez garantiya bo'lgani uchun bu 20 ming so'm, koreyskisi 25 ming so'm bo'lganiga uni videoga qo'ymadim. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqarsizlar.